Assalomu alaykum. Bugun ayollar hayotiga xiyonat vaziyat kirib kelishining eng asosiy ikkita omili haqida gaplashamiz. Agarda siz ham shu mavzu bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, bu videoni aynan siz uchun chiqardim. Demak, ketdik. Ayollarning hayotiga xiyonat vaziyat kirib kelishining eng asosiy birinchi psixologik omili bu ayolda chegara yo'qligi. Ya'ni chegara mavjud emas. Ayol yo'q deyishni bilmaydi. Men bilan bunaqa munosabat ketmaydi deyishni bilmaydi. Bu narsani ildizi qayerga borib taqaladi? Mana juda ko'plab ayollar bilan suhbatlashaman, gaplashaman. Bizning mentalitetda shunaqa narsa borki, endi hamma onalar ham bunaqa emas. Deyarli ko'pchiligi ayollarni, qizlarimizni turmushga tayyorlaymiz. Qanaqa turmush? Ro'zg'or, ovqat qilish, bichish tikish yoki nimadirlar pishirish, pazandachilik, qaynonani ko'nglini olish, qaynotani, erni, hammaga yaxshi gapirish, yaxshi ko'rinish, sabr qilish, chidash va jim bo'lish. Mana shundan keyin baxtli hayot saniki. Yo'q, afsuski, real hayot bunaqa emas. Rosta kamiga qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa hayotni yashab o'tgan onalarimizni orasida hammasini ham baxtli deya olmaymiz. Bu tirik misol o'zimizni hayotimizda shu yo'lni bosib o'tib, hozir qanaqa holatda yashayapti o'sha ayollar. Qarab atrofga nazar solishingiz mumkin. Ayolni chegarasi bo'lmasa, chegarasi mavjud bo'lmagan ayolga chegarasini buzadigan erkaklar kirib keladi. Ya'ni tasavvur qiling, chiroyli uy va eshigi ochiq. U joyga istagan odam kirib chiqishi mumkin. Xohlagan odam, xohlagan holatdagi yaxshi inson ham, yomon inson ham, endi men bo'lish qilib aytmayman, o'xshatish qilib xohlaganidek kirishi mumkin, xohlagan ishini qilishi mumkin, xohlaganicha bu uydan foydalanishi mumkin. Yopiq eshikkachi yo'q. Yopiq eshikka faqatgina kalitini ocha olib kira oladigan insongina kiradi. Ya'ni buni chegara deb oddiy o'xshatishga bo'lsak bo'ladi. Men bilan bunaqasi ketmaydi deb ayta oladigan ayol bilan bu vaziyat, ya'ni xiyonat vaziyati kamdan kam hayotiga kirib keladi. Chegara mavjud emas bizda ko'pchilik ayollarda. Shuning uchun ham nima bo'ladi? Bu hayot rivojlanishdan iborat bo'lgandan keyin bizning ichimizda kemtik qism bor. O'zini tanla olmagan, o'zini chegarasini bilmagan, o'ziga bizga nisbatan nima qilishlari mumkin u, nima qilmasliklari kerak. Yo'q, biz bilan ketmaydi deydigan joyda nuqta qo'ya olmaydigan ongimizda programmalar bo'lganligi uchun biz rivojlanish uchun kelganmiz bu hayotga, o'sish uchun va bu narsalarni aks ettirib hayotimizga xiyonat vaziyati kirib keladi. Juda ko'plab ayollarda shunday vaziyat kuzatilgan. Endi ikkinchi omillardan biri bu tanish og'riqqa tortilish. Aytaylik, qiz bola, ya'ni kichkina qizaloq 10 yoshmi, 12 yoshmi, qanday yoshda bo'lganligi bu ahamiyatsiz, ong hamma narsani eslab qoladi. Ong masalan onasiga xiyonat qilib yurganligini ko'rdi. Qizcha kichkinaligidan shuni ko'rib o'sdi. Har doim onasi chidaganligini ko'rdi, onasi sabr qilganligini ko'rdi, onasi yig'lab shu hayotda ko'nib qolganligini ko'rdi va tushunib yetdiki, xiyonat oddiy holat. Og'riq qoldi, miyada og'riq qoldi. Ayolni hayotida erkak xiyonat qilishi mumkin. Erkaklar xiyonat qilishi oddiy holat. Erkaklarning xiyonatiga ayollar ko'z yumish kerak ekan degan dasturlar siz eslolmassiz bu vaziyatlarni balki. Lekin 5 yoshda ko'rgan bo'lsangiz ham ong osti shunaqaki gubkaga o'xshab so'rib oladi. Har bitta ko'rgan narsasini muhrlab oladi va natijada tanish og'riqqa tortiladi. Biz uchun biz otamizni sevamiz va birinchi erkak obrazi bizada ota obrazi orqali shakllangan. Erkak degan paytda birinchi o'rinda otamiz orqali butun erkaklik tizimiga nisbatan nazar solamiz. Otadan nafratlansak, otani yomon ko'rsak, otani qaysi xulq-atvorni qabul qila olmasak, aynan o'sha holatdagi erkaklar hayotimizga kirib kelaveradi qayta-qayta. Chunki zanjir deb oladigan bo'lsangiz, ketma-ketlikda erkaklik tizimini har bir ayolni hayotida eng birinchi erkak obrazini yaratib bergan insoni bu uning otasi. Shuning uchun eng asosiy og'riqlardan biri bu tanish og'riqqa tortilish. Psixika uchun yangilikdan ko'ra miyamiz shunaqaki, yangi narsadan ko'ra eski bo'lgan vaziyatlardagi va o'sha eski vaziyatdagi odamlarga o'xshash xarakterli odamlarni tortib olish oson. Ya'ni tanish deb hisoblaydi, xavfsiz deb hisoblaydi. Mana shu narsani yashaganmiz, biz bunda nima bo'lishini bilamiz. Biz bunda qanaqa qilib tirik qolishni bilamiz, chunki onangiz bu vaziyatlarda tirik qoldi. Ona bu vaziyatlardan o'ta oldi. Ona bu vaziyatda yechimni chidash va chegara qo'ymaslik deb topdi. Demak, miya yechimni yodlab olgan. Shuning uchun
Aynan shu vaziyatdagi, aynan mana shunday chegarangizni buzib keladigan erkaklarni hayotingizga tortib keladi. Bu eng asosiy katta bitta omillardan bittasi hisoblanadi. Yechimini ham oxirida sizga qisqacha mana shularni hammasini jamlab berib o'taman. Uchinchi eng asosiy omillardan biri ayollar ketishdan ko'ra ko'proq yo'qotishdan qo'rqadi. Bu nimaga o'xshaydi bilasizmi? Xuddiki siz bir uyda yashab turibsiz, uyda tom teshik va yomg'ir yoqqan paytda doim suv oqadi uyingizga. Namlik bo'ladi, noqulaylik bo'ladi, sovuq bo'ladi, zax bo'ladi, lekin har qalay tomim bor, menga shu joy xavfsiz, shu yerda qolaman deb tanlov qilib olganga o'xshaydi. Noqulay siz uchun bu vaziyat, bilasiz. Siz uchun juda ham joningizni og'rityapti, sizni qiynayapti, lekin keta olmaysiz. Chunki ichida bitta og'riq bor, ya'ni yolg'iz qolaman. Yolg'iz qolib ketaman. Bitta o'zim qolaman. Va bu vaziyatda yolg'iz qolishdan qo'rqish orqali mana shunaqa qiyin hayot yashashni tanlov qilib qo'yamiz. Men ajrimga hech kimni da'vat qilmayman. Men ajrashing yoki yashang deb hech qaysi bir mijozga ham tavsiya bermayman. Tanlov albatta har bitta insonning qo'lida. Lekin bitta narsani biling. Agar siz xiyonatga ko'z yumib yashashni tanlov qilgan bo'lsangiz, bo'ldi, unda nolimang. Hayotda tanlov o'zingizniki. Hech kimga o'zingizni bechora ham ko'rsatmang, maslahat ham so'ramang. Chunki meni dunyoqarashim sizga to'g'ri kelmaydi. Sizni dunyoqarashingiz menga. Har bitta inson o'zini fikridan kelib chiqqan holatda sizga tavsiya beradi, maslahat beradi. Xiyonatdan keyin ayolda qoladigan eng katta og'riqlardan biri bu ayol o'zini ayblashga o'rganadi. Ya'ni men aybdorman, men xato qildim, kamchilik menda, men qayerdadir e'tibor bera olmadim, qayerdadir sevgi bera olmadim. Nima uchun shunaqa? Nimaga aybni biz o'zimizdan izlab ketamiz? Buni ildizi yana o'sha siyqasi chiqqan mavzu bolalikka borib taqaladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, biz ichimizda o'rganib bo'lganmiz mana shu narsaga. Hamma narsada men aybdorman. Meni aybim bilan bo'ldi, meni kamchilik bilan bo'ldi. Keling, o'sha narsani o'zgartiraylik. To'g'rilaylik shu jumlani. Biz bir marta yashavamiz, bir marta turmushga chiqdik, bir marta erkak bilan munosabat qilyapmiz uzoq yillar davomida. Va shu holatda meni aybim emasda, endi o'zgartiramiz bu jumlani. Men bilmaganligim uchun. Mana shu nazar bilan qaraydigan bo'lsangiz, nimadir agar o'zingizni kamchilik deb topadigan bo'lsangiz, o'zgartirishga harakat qilasiz, to'g'rilashga harakat qilasiz. Lekin bu vaziyat doimiy takrorlanib, xiyonat vaziyati hayotingizga kirib kelayotgan bo'lsa, biling, balki bu erkakning xulq-atvori shunaqadir. Balki bu erkak u ham alohida shaxs. Uni ham o'zini ongi bor, uni ham o'ziga yarasha og'riqlari bor, u ham o'ziga yarasha hayot yo'lini bosib o'tgan. Va bunaqa paytda siz chegara qo'yib, hamma taraflama o'zingizni to'g'rilab rivojlanishni boshlaganingizda yokida bu erkak sizni chegarangizni hurmat qiladi yoki hayotingizdan chiqib ketadi. Ustozimning bir gaplari bor edi, haligacha esimda qolgan. Agar ajrim yoqasida turgan bo'lsang, agarda ajrashmasliging kerak bo'ladigan bo'lsa, dunyoni narigi chekkasida bo'lsang ham jufting seni topib keladi deganlar. Agar ajrim taqdiringga bitilgan bo'lsa, ostonasiga yotib olib yopishsang ham baribir ajrashib ketasan deb. Mana shunaqa bu gapni ham tagida juda ham katta mazmuni bor. Yonimizdagi erkak to'g'ri bizani juftimiz, bizani uzoq yillar davomida yashab kelganmiz, suyanganmiz, bir-birimizga o'rganganmiz, bir-birimiz bilan butunday bo'lib ketish arafasidamiz. Lekin bu degani og'riq bo'lsa ham yashash kerak degani emas. Joningiz og'risa ham, boya aytganimda, uyingizdan tomchilar o'tib, yomg'irlar o'tib, uy ichi chirib, namlik bosib, bunaqa sharoitda yashagandan ko'ra qalbingiz o'shanaqa bo'lib ketadi. Chunki ayolga xiyonat mavzusi juda ham og'ir. Buni qabul qilish, buni anglab yetish, buni tushunish bu og'riqli vaziyatlardan biri. Lekin demak, shu vaziyat keldimi sizga? Nimanidir o'zgartirishingiz kerak. Nimadir keyingi bosqichga o'tish arafasidasiz. Yo'q, menga bunday qilish mumkin emas. Qanaqa qilib menga buni ravo ko'rdi? Men bola tug'ib berdim. Men turmushga chiqdim. Men ota-onasiga qaradim. Men yaxshi yomon kunda ham oldida bo'ldim. Lekin nima uchun menga xiyonatni ravo ko'rdi? Haqqi yo'q edi boshqa ayolga qarashga deb erkakni o'zingizga shaxsiylashtirmang. To'g'ri, bizdan juftimiz, biz birgalikda uzoq yillar davomida yashab kelamiz. Lekin bu degani u sizning mulkingiz degani emas. Erkak ham boshqa ayolga qarashga yoki sevishga haqqi bor. Bu nima degani? Men mana oddiy turmush o'rtog'imga ham hozir aytaman deyman. Shu mavzu ochilib qoladigan bo'lsa, agar xiyonat mavzusida gaplashib qolsak, men ochiq aytaman. Vaqti kelib biror ayolga ko'nglingiz tushadigan bo'lsa,
meni sevmay qoladigan bo'lsangiz, boshqa ayollar qiziq bo'lishni boshlasa, boshqa ayol juda ham yoqtirib qoladigan bo'lsangiz, shart emas menga xiyonat qilishingiz. Men ongli insonman, ongli tushunaman. Shu narsani menga ochiq etsangiz, men to'g'ri tushunaman, qabul qilaman va hayotingizdan chiqib ketaman deb aytaman. Nimaga? Sababi sevish o'zi aslida qanaqa? Sevish, haqiqatan sevish va hurmat bilan bir-biriga munosabatda bo'lish. Baxtsiz bo'lsa agar meni oldimda u erkak men bilan baxt topa olmayapti, ko'zida quvonch yo'q, hayotda yonmayapti va boshqa ayolga ko'ngil qo'ygan. Men nima qilaman? Uning tanasini oldimda saqlab, men qo'yib yuboraman bunaqa erkakni. Bu meni dunyoqarashim, bu meni shaxsiy fikrim va bunaqa holatda erkak boshqa ayolga qaraganda ham o'ylaydi. O'sha paytda meni gapimni o'ylaydi. Ya'ni, agar rostakamiga mendan voz kecha oladigan bo'lsagina boshqa ayol tanlashi mumkin. Lekin sevgi uchburchagida o'ynash yo'q, meni tushunmas deb aytaman. Rostdan ham bu sevgi uchburchagida, bir tarafda bir tarafda lyubovnitsa, bir tarafda siz va bu uchalasi o'rtada eng ko'p kuyadigan, eng ko'p yonadigan mana shu o'zini ayoli bo'ladi. Juda ko'p sevgi uchburchagida men gaplashayotgan, ishlayotgan ayollarning orasida shunaqa holatlar tez kuzatiladi.